Xalqqa bu mashinani ko'rsatmasak bo'lmaydi jon aka. Nima yana o'rab olyapsiz jon aka? Birpas dam olay. Ya, ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, qarindoshlaringizga tavsiya qilasizmi yo'qmi bu mashinani? Tavsiya qilamiz aka. Endi bu mashinalarda o'zidan o'zigacha gaplashsak, narx-navosi qanchada olib chiqsak bo'ladi, qanaqa yangiliklar bor? Do'stlar, qaranglar, juda ham ko'p modellar bor. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nari tomondaglar sotilib bo'lganmi, bo'lmaganmi? Sotilib bo'lgan aka. Sifatdagi avtomashinamiz Vadavoz. Kimda kim qiziqsa, o'zi aka qarang, buni shassisiz varianti ham bormi? Aytaylik, yakka mos qilib chiqarilgan, o'zi 2 mosga mo'ljallangan, ha? Shunaqa. Qarindoshingizdan pul so'radingiz, bermadi. Tanishingizdan pul so'radingiz, bermadi. Bir so'm pul yo'q. Og'ir texnika olgan. Endi buni iloji bor. Ya'ni boshlang'ich to'lovsiz termizli akalarga inshaalloh shuni islomiy tarzda qilib beriladi. Kimda kim qiziqsa, buni shartlari juda ham oson. 2018-yildan yuqori texnikangiz yoki bo'lmasa noturar joyingiz bo'lgan bo'lsa, imkoniyati bor. Yana bonus tomoni ham bor inshaalloh. Termizli akalarimiz bo'lgan bo'lsa, tezda kelinglar. Xudo xolasa, men nomidan kelsalaring, xudo xolasa, boni bakini ham inshaalloh qildirib beramiz. Assalom aka, shetdamiz jon aka, turing o'rningizdan. Xalqqa bu mashinani ko'rsatmasak bo'lmaydi jon aka. Nima yana o'rab olyapsiz jon aka? Birpas dam olay. Ya, ko'rsatmasak bo'lmaydi. Xalq nima uchun bu mashinani sevayotganini, nima uchun ochirtib bo'lib ketayotganini ko'rsatmasak bo'lmaydi aka. Bo'ldi aka, ko'rsatib beramiz. Tinch qo'yasizmi keyin? Keyin tinch qo'yaman aka. Boshlang'ich to'lovsiz shu mashinani olish imkoniyati bormi? Albatta bor. Gap yo'q. Bitta baho berasizlar do'stlar. Bu yig'iladi ham, ha? Ha, yig'iladi. Sidenya bo'ladi. Mana bitta baho berasizlar, splashnoy. Oilaviy ketishga 2 kishilik, bir xonali kvartira desa, adashmagan bo'lamiz do'stlar, qaranglar. Gap yo'q. Mashinani bitta nimalari ham bor, ha? Yostiqchalari. Bor og'a. Hozir qo'yib beramiz. Mana parashutlari ko'rishlaring mumkin. Multirul avtomashinamizda rosa sizni qiynadimi? Ha. Gap yo'q. Nima uchun bu mashina ochirtib bo'lib ketyapti aka? 2 oy, 3 oylab kutishyapti. Hozir sezon boshlandi Islom aka. Sezonga hamma ulguri deb yuk mashina olish tarafdor. Ham konkurentlarga nisbatan 2 barobar arzon. Shunaqa. Bitta baho berasizlar. Multirul avtomashinamizda 360 kameralari, gorniy sistemalari bor avtomashinamizda. Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, qarindoshlaringizga tavsiya qilasizmi yo'qmi bu mashinani? Tavsiya qilamiz aka. Bu haydovchilarga qulayliklar juda ko'p. Konditsioner, gorniy rejim, yuk bilan yurganda asosan gorniy rejim kerak bo'ladi aka. Oho. O'shaning uchun tavsiya qilaman albatta. Endi qarang aka, bu mashina ochirt qilib sotilyapti. Misol uchun aytaylik, vohali akalarimizga Termizdan sotib olaman degan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, Qarshi Termizli akalarimiz uchun nima bonuslar qilib beramiz? Kelishsin, to'lovni qilishsin, mashina chiqqanda qo'ldan kelgancha sovg'alar bilan zapravkalargacha qilib beramiz. Voy, boshlang'ich to'lovsiz ham iloji bormi aka? Albatta bor. Gap yo'q. Bitta baho berasizlar do'stlar mashinani. Qaranglar, kattaligini har xil usulda olib ketish imkoniyati bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasiz, sog'lomsiz? Tinchmisiz aka? Kayfiyatlar zo'rmi? Ha, rahmat, yaxshi. Xudo xolasa, gap yo'q. Endi bu mashinalarda o'zidan o'zigacha gaplashsak, narx-navosi qanchada olib chiqsak bo'ladi, qanaqa yangiliklar bor? Aka, bu mashinamiz Tiger V1011 modelimiz. Orqa kuzupi Selna Metallica nomi. Voy. Ham qovurg'alari kichkina bo'lgan do'stlar, ya'ni oldin chiqardi 35-25 sm atrofida bo'lardi. Hozir 15 sm atrofida qovurg'alari, ya'ni ham kichkina bo'lgan. Albatta. Bu mashinamiz hozirgi kunda zavod 45 kunda chiqarib beraman deb va'da qilishyapti. Xudo xolasa, imенно mana shu mashinamiz egasi 40 kun kutdi. 40 kun kutdi. Hozirda bankda hujjatlarini rasmiylashtirildi. Voy, gap yo'q. Shunda hozir sotilib bo'lingan-da bu mashina. Sotilib bo'lingan og'a. Tushunarli. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Necha uzunligi qanaqa? 570 uzunligi. Eni 220. Balandligi ham 220. 27,5 kubasi bo'ladi. Gap yo'q, mana bitta baho berasizlar do'stlar. Xullas, bu mashinani olgan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, boshlang'ich to'lovsiz iloji bor. Islomiy tarzda. Albatta bor. Xo'p, endi qarang aka, bitta savol beraman. Ya'ni bu mashinaga eng kami nech pul bilan kelsak ishimiz bitadi?
Agar boshlang'ich to'lovi 135 million bilan kelsalar, Aha. ishini bitkazib beramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Agarda boshlang'ich to'lovsiz deyishsa, garov evaziga ham qilib bera olamiz. Garov evaziga nimalar kiradi? Shuni ham batafsilroq gaplashsak. Noturar bino yoki 2018 dan yuqori ishlab chiqarilgan biron texnika bo'lishi kerak. Ha, tushunarli. Buni motori qanaqa degan obunachilarimiz uchun do'stlar, turbina motor bo'ladi. Keyin gaz, propan bemalol tushaveradi. Albatta 130 ot kuchiga ega turbina motordan hisoblanadi. Aha. Gazga bemalol yuradi. Gap yo'q. Shaharbob nimalaring bor yana aka? Sizlarda. Shaharbob aka VR modelimiz bor. VR, aha. 1082 VH modelimiz bor, zavodskiy gazligi. Aha, tushunarli. Do'stlar, qaranglar, juda ham ko'p modellar bor. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nari tomondagilar sotilib bo'lganmi, bo'lmaganmi? Sotilib bo'lgan aka. Sotilib bo'lingan, ular. To'rtta bugun xudo xolasa chiqib ketadimi? Nasib bo'lsa. Inshaalloh, xudo xolasa. Bu mashinalar necha kun kutishdi? Eng kami. Eng kami 15 kun. 15 kun kutishyapti. Agarda bu mashinalarni xarid qilaman, menga ma'qul keladi desa, bir kunda olib chiqib ketishadi. Nalichida tayyor, xudo xolasa. Gap yo'q. Birinchi pul toparamizdan boshlasak, bu qanaqa model? Nima funksiyalari bor? VR 1041 modelimiz aka, refrigerator ko'rib turganingizdek. Aha. Ya'ni tadbirkor akalarimiz uchun, Danneda yurgan akalarimiz uchun, hali tayyor sovut ketishlari bilan birga desam adashmagan bo'laman. Qo'sh balonlik, oldi Risol, ha? Oldi ham, orqasi ham Risol. Bu hujjat bo'yicha 1 tonna 800 ruxsati bor. Lekin buni olgan odamlar 2,5 tonna, 3 tonna bemalol bosib yurishibdi. Gap yo'q. Keyin bunaqalari bilan birga. Gap yo'q, qaranglar. Bu Islom aka nima uchunligini bir aytib o'tib ketsam, bu ichi yaxtak havo bilan yuradi. Yaxtak havosi eshigini ochib kerakli yukni olgunimizcha bu o'sha yaxtak havoni ushlab turadi. Ha, chiqarib olmasligi uchun. Tushunarli. Ya'ni zavod tomonidan daji qilib berilgan ekan do'stlar. Bir xilgi joyda urib olinsa, bitta urib olinmaydi, xudo xolasa. Ha aka? Inshaalloh. Xo'p. Buni narxi qanaqa? Aka, buni narxi 399 million. Zavod tomonidan bunga skidka berilgan. Skidka narxida 389 millionga bo'lyapti. Shunda foyda bilan xarid qiladigan bo'lsak, bu mashinani necha pul yutyapmiz? Plus minus 10 million 400 qanchadir ming plus minus yutyapti. Ham yetmaganiga polni bak qilib bering aka, Jahon aka. Bo'ldi aka. Inshaalloh. Bunga polni bak qilib beramiz. Qarang, bitta shart bilan kelishsak-da bo'lmasa, polni bak qilib berasiz. Vohali akalarimiz primoy kelsa, xudo xolasa. Sizni nomingizdan. Meni nomimdan kelsa, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Kimda kim qiziqsa, bemalol kelaverasizlar do'stlar. Eng kami necha pul bilan chiqadi aka bu? Bu eng kami 120 million bilan chiqadi. Plus minus 120 million bilan chiqargan do'stlar. Va aytaylik, Cobalt pulini sotsangiz, bu mashinani olish imkoniyati bor. Premierni shunda oyiga qancha toparkin aka? Aka, bu modelimiz hozirda olgan odamlar to'ylarda, mana yoz kelyapti, to'ylarda sklad vazifasini ham bajaradi, yuk tashishdan tashqari. Kuniga $100, $120gacha chiqadi. Oyiga 3000? Voh, gap yo'q. Xo'p, navbatdagisi do'stlar, boyagi ko'rsatganimizni ukasi desak adashmagan bo'lamiz. Shunaqa. Bu VH 1082 modelimiz, zavodskiy gazli motorlari Yunne motor bilan jihozlangan aka, 3 litrlik motori, 130 ot kuchlik turbina motor. Zavodskiy metanda harakatlanadi. Gap yo'q. Qo'sh balon yetmaganiga do'stlar, oldi Risol. Yuk bosganingizda bu mashina yana ham yumshoqlashadi. Albatta. Aytaylik, misol uchun boshqa mashinalarda minib yurgan, eski mashinalar minib yurgan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, bu mashinani tavsiya qilib qolaman. Bitta minib ko'ring, fikringiz 90% o'zgaradi. Sababi nimaga? Oldinlari qo'lingiz og'rib ketardi, hozir bunda gidrolikasi bor, ABS sistemasi, даже воздушный bo'lgan. Shunaqa. Kimda kim qiziqsa, bosib o'raygan joyi. Narxi qanaqa? Buni narxi 577 million, zavod tomonidan skidka e'lon qilib 553 millionga tushirib qo'ygan. Aka, mana bunday narsada tanish bilish qilsak, bir iltimos qilsak, sal zavoddan ham arzon qilib berasizlarmi? Aka, zavod narxidan ham arzon sotyapmiz o'zi. Gap yo'q. Ya'ni nima demoqchi edim? Ya'ni zavod tomonlama to'g'ridan to'g'ri ishlaysizlar, ha?
Albatta, to'g'ridan to'g'ri. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz do'stlar, Bu bitta baho berasizlar. xuddi VH 1082 model boynagi mashinaning o'zida orqa borti farqli. Ha. Bortli mashinasi. Gap yo'q. Endi qanaqa uzunligi qanaqa aka buni? Uzunligi 440, eni 210 sm. Bir 7 tonna, 8 tonna ko'tarib yuborarmikin, nima deysiz? Yo, undan ham ko'pmi? O'zi kitobi qanaqa? Kitobi 4 tonna 250 kilo bo'ladi. Aha. Lekin 6 tonna, 6,5 tonna bemalol ko'tarib yuribdi. Klientlar solib yuribdi, xudo xolasa. Gap yo'q. Bunda ham ko'rishlaringiz mumkin, zapaskalarimiz bor avtomashinada tayyor. Mabodo gaz o'rnatib, uni qilib, buni qilib demaysiz, tayyor, xudo xolasa. Soqqasini sanab yoki pulingiz yo'qmi? Olib ketsangiz bo'ladi bu mashinani. Shunday aka. Inshaalloh. Kimda kim qiziqsa, bu mashinamiz narxi 506 million so'm skidkadagi narx. aha. Shunda hozir eng kam pulimiz bo'ladigan bo'lsa, qancha bilan olib chiqib ketamiz bu mashinani? Plus minus 150 million bilan olib chiqib keta olasiz. 150 million bilan olib chiqib ketish imkoniyati bor ekan. Navbatdagi avtomashinamiz Vadavoz. Kimda kim qiziqsa, o'zi aka qarang, buni shassisiz varianti ham bormi? Shassi varianti ham bor. Aha. O'zingizga nima kerak, texnika kerak bo'lsa, o'zingiz yasab olasiz. Unaqa ham bor. Kafolatdan chiqib ketmaymizmi shunda? Yo'q, kafolatdan chiqib ketmaysiz. Aha, tushunarli. Ya'ni o'zimizni svarshiylar eplab beradigan bo'lsa, arzonroq qilib beradigan bo'lsa deylik mana shu narsani. Demoqchimanki, kafolatdan chiqamizmi yo'qmi? Yo'q. Mana bu endi tasavvur qiling, zavod holatda mana bunaqa ramada kelyapti. Siz uni ramada haydab yurmaysiz, ustiga nimadir ortib yurishingiz kerak. O'shanga sizga kerakli sisterna deysizmi, bort deysizmi, samospal deysizmi, bemalol o'rnatsangiz, zavod tomonidan garantiyadan chiqib ketmaysiz. Inshaalloh. Qaranglar do'stlar, bitta narsaga e'tibor berasizlar. Svarkada qilinmagan, zavod tomonidan e'tibor berasizlar va rezinkada qo'yilgan. Nima uchun? Shtampovkali deymiz odatda. Shtampovkalik, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni imkon qadar svarka kam ishlatilsa, mashina ancha tiqir bo'lmaydi, zapchaska deb ishimiz tushavermaydi, xudo xolasa. Albatta aka, shtampovka deganimiz svarka ishlatsa, svarka sinadi, shtampovka sal cho'ziladi, yana o'z holatiga qaytadi. O'shaning evaziga zavodskiy zaklopkalarda chiqqan. Aha, tushunarli. Xo'p, bu qanaqa endi kitobiy tilda gaplashsak? Bu texnik vada deymiz. Aha. Kitobiy tilda sisternasi 6 tonnalik bo'ladi, 6 kublik. Aha. Buni vadavozlarimizda 4 xil, 5 xil variantlari bor. Bu ichimlik suvi uchun отдельно bor. Ko'chaga suv sepish uchun отдельно bochkalarimiz bor. Har xil varianti bor aka. Haligi chang bo'lyapti-yu havolarimiz. O'shanga ham anaqa yumalag'idan bir Xitoyda ko'rganimni. Yumalag'idan suvni hali parlab chiqarib bergani ham bormi? Bor aka, unaqalari ham. Unaqalari ham bor. Bemalol daraxtlarni yuvsa bo'ladi u bilan. Albatta bor aka. Inshaalloh. Qaranglar, boyagidaqa do'stlar, buni ham lallay olib ketish imkoniyati bor. Ya'ni 2 kishi yoki oilaviy mashinada ketayotgan bo'lsangiz ham sidinasini yotqizib bemalol spannisidan foydalansangiz bo'ladi. Albatta. Narxiga kelgan bo'lsak, narxi buni 577 million so'm aka. Boshlang'ich xuddi shunday 30% bilan yoki bosh to'lovsiz ham olsa bo'ladi buni. Xudo xolasa, muammosi yo'q. Xo'p, navbatdagisi do'stlar, axiri sizlar so'rayotgan mashinaga yetib keldik. Ya'ni Samasvalda olmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa konkurentini minib yurgan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, shaharbob qilib ishlangan Samasvalimiz. Bitta baho berasizlar. Bularda nima o'zgarishlar bo'lgan? Aka, bu Samasvalimiz 1110 modelga terilgan, 4 kubalik bo'ladi. Oldingisi sal uzunroq edi, bu qisqaroq qilib ishlangan. Kabinasi o'zgarmagan aka, borti o'zgarmagan. Yuk ko'tarishi o'zgargan, yana plus tomonga. Bunga ruxsati bor 6 tonna 600 ga aka. Oho, 6 tonna 600 ga ruxsatnomasi bor. Albatta, mana uni ko'rsatuv yuk ko'tarish kitobida ruxsati bor 6 tonna 600 ga. Gap yo'q, mana bu yerda ko'rinyaptimi do'stlar? Gap yo'q. Xo'p, endi bu mashinani qanaqa ekan degan obunachilarimiz uchun mana bitta baho berasizlar tag qismlariga do'stlar. Mana bu yerkasi jichcha xiraroq turibdi. 2026 4-oyda chiqqan ekan do'stlar. Xo'p, qaranglar. Bu mashinamizni qo'sh balon va bir xil mashinalar qanaqaligini bitta bola ko'rsatmadi-yu, lekin yuk yuklaganda ko'rsatdi.
mana shu nimalari bor kursollari. Tepaga qarab teskari machasiga nima eshilib qolmagan. Ya'ni konkurentiga nisbatan yuk ko'tarishi ham ancha Albatta. yaxshi ekan. Albatta. Xo'p, sig'imi qanaqa? Buni sig'imi 4 kubalik bo'ladi. Aha. Bortini o'lchami aka 3.80 ga, yana 2.10 sm bo'ladi. Mana bortning balandligi esa 67 sm bo'ladi. Yana svarshiylarga tanishlarimiz bo'lgan bo'lsa, buni o'zgartiradigan bo'lsak, aytaylik, qo'shtirdik deylik, mana shu tepa tomoniga qo'shtirdik. Aha. Bunga dokument qilsa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi aka. Yagona darsdan qo'shimcha jihozga ruxsat olinadi. Aha. Birdaniga texpasportga ham o'zgartirishlar qilsa bo'ladi. Endi kafolatdan chiqamizmi yo'qmi? Faqat kuzov tomonlama chiqasiz. Mana bort tomonlama, atak motor, hadovoy, korobka sistemalari. Hozir bir xilga avtosalonda endi yonlayda turibdi, kimligini aytmayman. Misol gaz o'rnatsak, oddiy misol narsa o'rnatsak ham, elektronik narsa o'rnatsak ham butunli sistemadan kafolatdan chiqaman. Da misol oson. Shunaqa. Sizlarda unaqa emas. Yo'q. Masalan, misol deylik, zavod 100% bunga garantiya bergan aka, buni ustiga mana o'zingizga kerak, ehtiyojingiz bor, qo'shtirdingiz. Faqat kuzovda masalan kraskalari, chirishlari chiqishi mumkin, chunki siz buning kraskasini tegishyapsiz. Lekin buyog'i turaveradi aka. Turaveradi. Tushunarli. Ya'ni siz teganingiz hisobiga, misol malatoyda urganingiz hisobiga ko'chib, netishi mumkin. O'shani hisobiga garantiyadan chiqishi mumkin. Albatta. Deyaptilar ekamiz. Tushunarlik. Vazdushni ham buni ham nimalar? Albatta, vazdushni ABS bilan jihozlangan og'a. Gap yo'q. Qaranglar do'stlar, bu yerlarga yog'och qo'yilgan. Xullas, o'zi bilgan akalarimiz tezda kelib ko'rib, minib ko'rib, olib ketsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa shaharbob mashina qilib qo'yilgan, xudo xolasa. Buni konkurenti yana kattalari bormi deganlar uchun bor a? Bor aka, 11-20 modelimiz bo'ladi, 6 kubalik bo'ladi. Bu ham ochirdi, lekin. Bu ham ochirdi. Xo'p, qarang aka. Buni narxi qancha? Uni narxi qancha? Buni narxi 460 million 320 ming so'm. Kattani narxi 499 million 100 ming so'm. 2 kuba hajm farq qiladi bortida. Yuk ko'tarish unda ko'proq o'zi asli kitobida 5,5 tonna ruxsati bor. 5,5 tonna. Tushunarli. O'zi aslida u mashina, ya'ni men bilishim bo'yicha, aytaylik, yakka mos qilib chiqarilgan, o'zi 2 mosga mo'ljallangan, a? Shunaqa. Tushunarli. Ya'ni nima demoqchiman? Ruxsat olishlik uchun O'zbekistonda sharoitlarga to'g'ri kelish uchun uni ikkita mostni nimasiga moslab olishgan, xullas. Albatta. Lekin nima deydi? Tejab poli deyishmaganda shuni o'ziga qilib yuborilgan. Albatta, shunaqa aka. U Xitoyda o'sha katta samospalimiz Xitoyda 16 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan aka. Bu esa 10 tonna yuk ko'tarishga. O'zbekistonda qonunchiligiga to'g'ri mos bo'lish uchun N2 kategoriya toifaga kirishimiz uchun mana shu yuk ko'tarishlarimiz bor hozir. Tushunarli. Xudo xolasa do'stlar, klientlar olganlar bu mashinalarni xudo xolasa maqtayapti. Yumshoqligi bo'yicha ham, tormoz sistemasi bo'yicha ham, yuk olish bo'yicha ham ancha o'zluflari yaxshi. Undan ko'ra bu mashinalarni maqtamadim-da, misol uchun yo'lda ketyapsiz, shuni to'xtating, egasidan primoy o'zluf oling. Bilasiz, mana to'xtatib o'zluf olaman, realniroq obunachilarga ko'rsatish maqsadida. Siz ham tortinmasiz, bemalol so'rashingiz mumkin, xudo xolasa. Xo'p, endi bu mashinani ma'lumotini bersak, bu mashina 1110 modelga terilgan zavodskiy asinizator mashinamiz. Xalq tilida aytadigan bo'lsak, benzovoz. Sizni oldin aytib berdim. Gap yo'q, qaranglar. Sisternamiz 6 kub hajmga ega. Bu bilan bemalol suv nima tashish kerak bo'lsa tashsangiz bo'ladi. Inshaalloh, qaranglar do'stlar. Kameralari bor. Men shu narsaga maza qilaman, kamera qo'yayotganiga, zavod tomonlama. Misol aytaylik, yangi paytda oldingiz ham, qo'ydingiz ham deylik, bir xil payt esingizdan ham chiqadi kamera. Buni qo'yganining sababi, meni fikrimcha, misol uchun yaqinda ham bo'ldi, o'zimizda qurilish bo'layotgan zonada orqaga zadniy yurayotganda yosh bolani bosib yuborganda. Shuni achinasiz. Albatta. Lekin bu narsani qo'yishni hamma shopirga tavsiya beraman. Nechta pul ketsa ketsin. Odamga zarar qilmasin. Albatta. Inshaalloh mana zavod tomonlama qo'yilyapti. Agar yo'qlar bo'lgan bo'lsa, nechta pul ketsa qo'yinglar akalar, sizlardan iltimos. Sababi
o'zimiz uchun, xavfsizligimiz uchun juda ham kerak 360 kamera. Shunaqa. Aytaylik, yosh bola balon tagiga kelib qolgan bo'lsa yoki bo'lmasa aytaylik peshoxoddan orqa mochasi yurmoqchisiz, peshoxodni ko'rmay qoldingiz. Peshoxoddan o'tayotgan bo'lsa, kamerada ko'rinadi, xudo xolasa. Endi sizlarga yana bitta taklif. Mabodo iloji bo'lsa, mashina orqasiga, dugalariga Aha. sensorli datchik qo'ysalaring, yana ham zo'r bo'ladi. Ya'ni shopiriga 360 kameradan tashqari tit-titlab ham yana ogohlantiradi. U borasida zavod ishlayapti. Nasib bo'lsa, yangiliklar kutib qolingizlar, unaqa tomonlama qulayliklar yo'q demayapti zavodimiz. Inshaalloh. Nasib. Tushunardik. Gap yo'q. Endi bu mashinamiz narxiga kelgan bo'lsak, narxi qanaqa? Bu mashinamiz narxi 573 million so'm. Boshlang'ich 172 million to'lov bilan yoki bosh to'lovsiz olish imkoni bor. Aka qarangda, misol uchun aytaylik, sizlarga keldik, Qarshiga kelyapmiz. Menga eng arzon mashinangni olib ketaman. Siz nech puldan boshlanadi? Eng arzon mashinamiz 280 million so'mdan boshlanadi. Eng qimmat qancha? Eng qimmati 1 milliard KDM bilasiz, aka ko'rgansiz. O'sha KDMimiz 1 milliard 29 million so'm. Tushunarli. Shunda hozir sizlarda texnika turlaringiz nechta atrofida chiqadi? Hozirgi kunda 47 dan ziyod. 47 tadan ziyodroq chiqadi. Tushunarli. Podzakaz bo'ladigan bo'lsa, mabodo aytaylik, nech kunda olib kelib berasizlar? 3 oyda uzog'i masalan, uzog'i 3 oyda olib kelib beramiz. Ya'ni qimmatroq mashina bo'ladigan bo'lsa, kamyob chiqayotgan bo'lsa, albatta. Tushunarli. Kimda kim qiziqsa, bemalol kelaverasizlar. Lokasiyani ham aytib o'tketing aka. Aka, lokatsiyamiz Termiz shahar. Eski Shohbekat deydi. Eski Shohbekatning joyida stoyanka bor. O'sha stoyankaga kirsalaringiz, yonimizda masjid. Surxondaryoliklar bu yerda yaxshi bilishadi, Islom aka. Topib olishga qiynalmaysiz. Masjidni bir ko'rsatib qo'ysangiz taniydi. Mana do'stlar, masjidni bitta baho berasizlar o'sha masjidning stoyankasiga joylashganmiz. Agarda o'shanda ham qiynaladigan bo'lsa, telefon raqamlarimizga bemalol telefon qilsan, lokatsiya telefonda ham tushuntirib yuboramiz. Muammosi yo'q. Endi misol uchun aytaylik, 12:1da bezovta qilgan akalarimiz ham bor-da, misol boshqa davlatda ishlayotgan. Ular ham bemalol taqqilatishaversinmi? Bemalol taqqilatishaversin. Agar haqiqatdan ham uyg'oq bo'ladigan bo'lsa, kechasi misol uyg'oq bo'ladigan bo'lsa ko'taramiz, agar ko'tara olmasak albatta qaytib chiqamiz. Inshaalloh. Sizga ham kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar, bemalol do'stlar. Xudo xolasa mabodo qanaqadir lokatsiyadan yoki nima bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.